Aziz mehmon mezbonlarimiz, ularga masa yuqorida ko'rganimizdek do'stlar, yuqorida uylarda o'stirishimizning ijozatlaringiz va kelin yo'llanmamiz va birgalikda Rustamjon yo'llanmamizni bir necha yillar mobaynida birgalikda maqsadga taslim olgan sinfdosh do'stlarni ham ta'lim markaziga yaqinroq kelishlarini so'raymiz. Kursdosh va sinfdosh do'stlardan ajoyib mezbonlar, chiroyli mehmonlar bu istaklarni birgalikda musulmon yo'llanmashlarini so'raymiz. Agar buncha bo'lsa yaxshi bo'lsa, ayol yongan ilohlardan yashirin. Ayrilsa bezib ketgan oshiq yurak sadoqat. Qarashmasam, bizlarga yaqinlar, aramizda yaqinroq do'stlarni so'raymiz. Sinfdoshlarni ham yaqinroq mehmon qarshisiga tashrif buyurishlarini hosil qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar. Shu tantanali kunda jo'ramiz Rustamjonni tabriklaymiz. Xudo xolasa kelajakda yaxshi o'g'il, qiz farzandlarni otasi hamda kelinimiz onasi bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar, shu do'stimizni to'yiga yig'ilgan mehmonlar. Do'stim, bugun sen xursandchilik to'ying muborak bo'lsin do'stim. Shu qo'shilganing bilan qo'sha qarib, baxtli farzandlar bo'lib, kelasi yil mana shu paytlar sunnat to'ylaringda mashina o'tirish nasib etsin. Assalomu alaykum. Mana shu yerda yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana shu yig'ilishning sababchisi do'stimiz Rustamjonning nikoh to'yi. Do'stimizga bugun qancha yaxshi gaplar gapirsak, hammasi kam. Do'stim hamisha baxtli bo'l, sog' bo'l, salomat bo'l, ishlaringga bosh. Eng yomon kunlaring mana shunday to'ylab bo'lsin do'stim. Baxtli kunlaring bundan-da xushchaqchaqlikda bo'lsin, farzand ko'rganlaringda bo'lsin do'stim. Hamisha sog' bo'l, ishlaringga bosh. Mana shu do'stlar davrasida hamisha mana shunday o'ynab kulib yuraylik do'stim. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Shu barcha sinfdoshlar sizning yoningda do'stim. Baxtli bo'ling. Xudo xolasa kelasi yil nasib bo'lsa, inshaalloh 5 to'ylarda ham birga xizmat qilishdan nasib ro'za aylasin. Do'stim, tabriklayman seni. Rahmat, chiroyli tilaklar. Xudo xolasa ezgu niyatlar ijobat bo'lsa, minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Kursdosh do'stlarni badiiy sahnamizda ko'rib turibmiz. Adashmasam yaqinroq kelamiz akalarimiz, umringlar uzoq bo'lsin. Urgut tumaniga xush kelibsizlar. Xafa bo'lmadinglarmi? Boya yuqorida. Xo'p, hisoblaylar. Demak, ezgu niyatlarni chiroyli tarzda shu akamizdan boshlaydigan birgalikda. Marhamat. Do'stliginglar amalga bo'lsin. Marhamat, keling. Avvalambor katta rahmat so'z navbat berganingiz uchun. Assalomu alaykum, mana shu yerda yig'ilgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugungi Rustam do'stimizni nikoh kunida o'tirar ekanmiz. Albatta bu kun bu kishiga juda ham bir quvonarli kun. Ikki yoq baxtli bo'lsin. Rus filologiya fakulteti nomidan, kursdoshlar nomidan, ustozlar hamda o'zim nomidan chin qalbimdan tabriklayman Rustamjon. Ilohim baxtli bo'l. Shu o'rinda bir xonadon egalarini ham to'ylar bilan tabriklayman. Charchamangizdan mana shunday dasturxon yozishlaringizda. Rustamjon, guldek nozik qalbingizga muhabbat gul ochibdi. Alloh sizni juftlashtirmoq nasibasini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir, mo'tabardir, ulug'dir. Buni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdir. Ana shunday baxtli xonadonning eshigini taqilab yurishing tilakdoshman jala. Har doim o'zingning o'rningni egallab, elga, yurtga xizmat qiladigan kadr bo'lib yetishing tilakdoshman. Yaqin birodarlaring hamisha sen bilan. Yana bir bor baxtli bo'l. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun Rustamjon do'stimizni nikoh to'yiga yonida turaylik deb yaxshi niyat bilan kelib, nikoh to'yini yaxshi kunini guvohi bo'lay deb kelganlaringizga ming rahmat, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Do'stim, to'yingni nikoh to'yi bilan tabriklayman. Mana do'stim, ulg'ayib o'sib, ham sevinib, ham sevib, sevilmoqdasan. Bu oqshom katta to'y tantana bilan bo'ydoqlar safidan quvilmoqdasan.
Olaxo'rjin tushdi yelkanga, endi sochni silliq tarash yo'q. Ko'zlarini ming bor suzsa ham boshqa qizga endi qarash yo'q. Uylandingmi tamom jigarim, eshitmaydi hech kim nolangni. Bosgan har bir neta qadaming uchun ko'raverasan katta holangni. Ot charchasa tekis yo'lda ham qoqiladi sirla boshlar. Asta sekin katta enang ham ko'zlaringga ko'rina boshlar. Sezdingizlarmi yuzni o'zga? Do'stim, bu so'zlarim hammasi hazil. Yana qo'rqib qochib ketmagin. 5 o'g'il, 7 qiz bo'lguncha jang maydonini aslo tark etmagin. Olajonda keling. Ilohim, keliningizga kelin emas qiz bo'lsin. Qizim deganda yoningizda xizmat qilib, choy berib, doim xizmatingizda tursin. Kelin emas qiz muborak bo'lsin. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am. Mana shunda ota-onang doimo yo'lingni, hayot yo'lingni yoritib turaversin. To'y muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, to'y muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu yerga kelgan mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Rustamjonni nikoh to'yida o'tirgan ekanmiz. 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida omad, tinchlik, xotirjamlik, otasini, onasini xizmatida bo'lishlarini tilab qolamiz. Kelgusida ko'plab farzandlarning otasi, onasi bo'lib, nasib bo'lsa mana shu kelasi yilga beshik to'ylariga hammamiz yig'ilishimiz nasib bo'lsin. Rustam Nura, sizlarni tabriklaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun kursdoshimiz Rustamjonning nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Rustamjon do'stimiz baxtli sog'lom bo'lsin, uzoq umr ko'rib, sevib farzandli bo'lsin. Rustam do'stimizni masalan kelolmagan kursdoshlarimiz ham bor, ularning nomidan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'rsin, baxtli bo'lsin. Yaqinlarini baxtiga doimo sog'lom bo'lsin. Shu Rustamjon bilan Yasminaxon baxtli bo'lsin, o'g'il qizli bo'lsin deganlar bitta guldiroz qarsanglar chalsin. Rahmat. Qarsak chalganlarning uyida to'y bo'lsin. Qarsak chalmaganlarning ham uyida to'y bo'lsin, sal kechroq bo'lsin. Bizni yaqin do'sti ekan Shahriyor akamizni hayajonlarini chorlar ekanmiz. Mutlaq talab va takliflarga binoan Shahriyor akamiz birgalikda hayajoningiz bilan davramiz markaziga mikrofon qarshisiga qadam ranjida ilishlarini iltimos qilib so'raymiz. Albatta ezgu niyatlarni, chiroyli tabriklarni kelin va kuyovlarimiz va mehmonlarimiz tomonidan yo'llab o'tishlarini iltimos qilib so'raymiz. Undan keyin kuyovlarimizga arzimagan sovg'alar bor ekan Shahriyor akamizda hayajonlardan birgalikda kuyovlarimizga ham topshirishlarini iltimos qilib so'raymiz. Hayotingizni tiniq aksi 21-asr mo'jizasi Elmurod video studiyasining kreativ jamoasiga ham minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Onajon keling, assalomu alaykum. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Avval ezgu niyatlarni yo'llaymiz, undan keyin chiroyli tarzda sovg'alarni qabul qilamiz. Rustamjon kuyovlarimiz 2 daqiqaga shu badiiy sahnamizga yaqinroq kelishingizni iltimos qilib so'raymiz. Kelin boshamiz shodda turaveradilar. Keling, yaqinroq kelamiz. Hayajonimizdan ajoyib ezgu niyatlarni yo'llashlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun mana shu shodiyonamizning sababchisi o'g'limiz Rustamjon va kelinimiz Yasmin oilarining nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Shularga baxt, saodat, qo'sha farzandlar, ota-onasiga eng qadrli insonlar bo'lib yetishishini tilab qolamiz. Shu mana shu o'g'lonni tarbiyalagan ota-onasiga katta rahmat. Shu Rustamjon meni eng yaxshi o'g'lim deyman. Eng tutingan o'g'limni topib olganman. Nima bo'lsa ham shu yigitga baxt, saodat tilayman. Dunyoda eng farzandlari nima desam, katta lavozimlarda, katta ishlarda ishlasin. Shularda o'g'il to'ylarida ham, qizlarini to'ylarida ham kelish qilgan nasib qilsin. Ilohim, bolajonim baxtli bo'lgin. Rahmat.
Ona umringiz uzoq bo'lsin, chiroyli tilaylaringiz bunga ijobat bo'lsin. Albatta, onajonimiz Nimaga sovg'am borda bolajonimga. farzand sifatida ayajonimiz to'n olib kelibdilar. Paxtasi paxtachiniki ekan, materialni o'rgatib kelibdi. Chiroyli qarsaklarni urib qo'yasizlar. Hisobinglar minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Marhamat, kuyovto'ramizni ayajonisiga ham sovg'alar birgalikda qabul qilib olasizlar. Chapay eshittirmayapti. Qarsak kerak emas chapay. Salomat bo'linglar. Kuyovto'ramiz ketib qolmaysiz. Ayajonlar bilan bitta chiroyli tarzda raqsga tushasizlar. Ayajon siz ham ketib qolmaysiz. Shahriyor akam bilan birgalikda, do'stlar bilan birgalikda jannatimiz volidamizni ham raqs maydonchasiga chiroyli raqslarga jo'naymiz. Hammanglarga to'ylar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Marhamat. Xorazmcha qo'shiqlar bilan boryapmiz.
şan gavhar diyarlar bir olgan o'tmish sharafni nurli sog'lomni kelajagiga abadiy shahar Samarqand Akiraboda vazirlar to'ylar ham davramiz markaziga kelishlarini iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Farzandlarni duo qilishdan hech qachon charchamanglar. Kimdan boshlaymiz izlayapmiz? Shu ayol kattalardan umringiz uzoq bo'lsin. Bas omadga to'lib yurishim, davron o'ynab kulishim. Bu hammasi bari Xudodan jannatlarim qilgan duodan deymizda. Hajroxonlarimizdan, jannatlarimizdan ajoyib izlayotganlarni mehmonlarimiz va kelin-kuyovlarimiz tomon yo'llashlarini iltimos qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yaşlılarla ijobat olsun, marhamat, joyini egallarimiz, birgalikda volidalarimizdan ajoyib izguriyatlarni yo'llashlarini iltimos. Kuyovlarimizni ayollari kim? Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlarni hech qachon duo qilishdan charchamang. Xonadoningizda bugun chiroyli tarzda barcha mehmon mezbonlarimiz bilan yangi to'ylarda xizmat qilyapmiz. Kelgusi yillarda Allohim sog'lik va salomat, mo'min va mo'mina nabiralar atoyicha alla to'ylarda xizmat qilish nasibimizga bo'lsin. Ana shunda ham onaxonimiz diydor ko'rishib, baxtlimisiz deganimizni hech cheklanmasdan baxtliman degan javobni baribir bering. Endi ajoyib izmiyatlarni sizlarga eshitamiz, mehmonlarimiz va farzandlar tomon to'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun Rustamjonim, Jasmina qizim shularda baxt tomonini ko'rish uchun shu yerga yig'ilganmiz. Bular ikkoviga baxt, omad tilayman. İşlərində, o'qishlarida hamisha omadli bo'lsin. Xonadonimga qiz bo'lib tushsin kelinimiz. Kelinlarim qatorida qizim, kelinim ko'payib bizlardan o'lib o'sib yursin. Shularning baxti tomonini ko'rib yurish bizlarga nasib eylesin. Hammalaringiz mana shunday baxtga muyassar aylayman sizlarni. Shularning baxti tomonini ko'rib yurish hammaga, og'aynilarimga, joni jigarlarimizga hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Hammalarimiz sog' bo'lsin, baxtli tomonini ko'rib yurish. Qarzi bo'lyapti. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Davom ettiramiz, adashmasam. Izmoniyatlarga tayyor bo'lsanglar, birgalikda marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonjonlar, xudojonlar, oshiqqa ko'zlari so'ng'ot singiljonlar. Hammalaringiz bugun singiljonim to'yiga xush kelasizlar deyman. Mana bu yerda al-qomatli yigit Rustamjonim, kelinim Jasmina oilamni baxt va misol kechasi. Ularni chin qalbimdan, oilam nomidan, bolalarim, hammalari nomidan tabriklayman. Ular baxtli bo'lsin, xushal qilsin, o'ssin, bolani chaqali qilsin. Singiljonim, shularni baxtli tomonini ko'rib yurish, nevarachiyarlar ko'rish, sening nasibing o'zgarsin. Shular baxtli tomonini ko'rish, otasiga, onasiga hamisha nasibing o'zgarsin. Sizlarni chaqsiyan tabriklayman. Sumarjonimdan tabriklayman. Bolajonimdan hammasini shisha to'y bilan tabriklayman. Ularga baxt, saodat, uzoq umr, yurtimiz chinoridek mustahkam umr tilayman. Hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz sog'lom bo'lsin. Mana shunday to'ylarimiz hamisha davom etsin. Rahmat, hammalaringizga xush kelasizlar deyman. Sog'lik, salomatlikda mana shunday uchrashishimiz hammamizga nasib etsin. Rahmat. Xudo xolasa duolarimizni duolari ijobat bo'lsin. Endi sizlarni ko'p kuttirmaymiz.
baraka topdirlar. Sardolarni kengroq olamiz. Keltiramiz, kelin boshamiz birgalikda validalarimiz, duogo'ylarimiz, jannatlarimiz tomon yaqinroq qadamlashi deymiz. Ijodkorlarimiz tomonimizdan ajoyib kuy qo'shiqlarni baralab tursalar, juda chiroyli va maqsadga muvofiq ish beraydi. Vaqtimizga duogo'ylarimiz sog'lom bo'lsinlar. Marhamat, Alloh va yuqori tabassum ila davom etamiz. Ijodkorlarimiz tomonimizdan bu mening qonun taronasilar davom etishlarni so'ylar tomonimizga olamiz. Bravo. Kelin-kuyovlarimiz yaqinroq qadamlaymiz. Marhamat. Thank you.